Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, baliqchibozlari, Chinoz baliq kanalining ashaddiy qadrli aziz muxlislari. Bugun 2025-yil 26-sentyabr. Bugun xudo yana bir bor baliq bozoriga tashrif buyurdik. Akalar, baliqchibozlari, xudo xohlasa baliq narxiga yaqin tanishamiz. Baliq har kuni bozor bo'lyapti. Soat abitdan keyin 3:30 3lar boshlanyapti. Kechki 8 gacha. Ketdi yaqin tanishamiz narx-navo bilan. Assalomu alaykum, xormaylar. Sasol baliq qancha o'tgan? 17 ming so'm. Bular bir tepami, bir kilami? Bir tepa. 1 kilo 200 300 so'mga sasol sotiladi akalar mana. 17 ming optim narxi bu. Optim narxi bugungi narxlar, xudo xolasa, kelaverasizlar. Sazanlar qancha kerak sazaman, sazanchalar? 45 ming bir tepa bo'larami? Yo'q, 1,5. 1,5 tepang bo'ldi. Tasavvur bu yoqda sazan baliqlari ko'ringlar, xudo xolasa svej bugun keltirilgan. Charchamanglar, sog' bo'linglar, savdolarni bersa, kuninglar xayrli bo'lsin. Mana tasavvur balig'i, okalar juda katta partiyada, mana. Juda katta partiyaga yetib keldi. Svej bugun hovuzlarda ham bor. Aka bugungi narxi 16 ming, 17 minggacha. To'g'rimi? Katta partiya bitta bir to'g'ri oshib bora. Bu yoqda ham, hovuzda ham bor, bu yoqda ham bor. Bugun svej keltirilgan. Mana mana. 16 ming, 17 ming so'm bugungi narxlar akalar. O'zingizlar narx belgilab olmanglar, iltimos. Mana 1 kilo 300 1 kilo 4 atrofida xudo xohlasa tasavvur balig'i. Qaralar nafas olyapti. Svej akalar. Qo'yinglar. Gap bo'ladi. Qiziqqanlar baliq yemagan akalarimiz Chinoz baliq bozorida kelaverasizlar. Baliqlar svejli ko'p. Aylanib ko'rib, olaverasiz bemalol. Aka charchamanglar, sog' bo'linglar, savdolarni bersa kuninglar xayrli bo'lsin. Yo'qda ham tasavvur maydarog'i. Bu necha kerak bular? 670 grammliklar narxi 14 ming, to'g'rimi aka? 14 mingdan. Tasavvur baliqning maydasi bu. Yiriyog'i 17 16. Mana. Bo'ldi. Qiziqqan akalar kelaveringlar. Sazan baliq, tasavvur baliq seroq. Sog' bo'linglar, savdolarni bersa kuninglar xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum. Sazan baliqlar aka, necha kerak bular? 1 kilo. 1 kilo sazan baliqlar Jamila opada. Jamila opa salom, yaxshimisiz? Charchamayapsiz? 35 ming kilosi. 35 mingdan akalar mana tirik. Mana akalar tirik ko'ryapsizlar. Bugun keltirilgan qayerlik aka bu? Qo'rg'oncha, yog'li yo'qsiz. Yo'qsiz baliqlar. Yog' umuman yo'q. Qovuriyman akalarimizga zo'rlari keldi mana. Svej yangi partiya xudo xolasa. Bu yoqda tasavvur baliq katta partiyada. Qancha bo'ldi aka? 17 ming so'm. Akalar mana tasavvur bitta ko'p. 400 kilo bora. 1 kilo 200, 1 kilo 300 atrofida 17 ming so'm. Mana optim narxi bu. Kimlar aytayotgan 12 mingdan baliq bor, qayerda bor 12 ming? Mana okalar 17 mingdan ko'taradi savdo. To'g'rimi? Qiziq akalarimiz kelaverasiz baliq bozoriga. Xudo xohlasa juda ko'p baliqlarimiz bor. Charchamanglar, sog' bo'linglar, savdolarni bersa kuninglar xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli aka. Belamurlar yangi partiya keldi. Bular 2-3 mi? 3 bo'lmaydi aka. Katta partiya. Qanaqa qilyapti belamurlar? Narxlar. Akam biladi. Aziz. Olmaylar aka. Belamur narxi 55 ming akalar, 55 ming so'mdan belamurlar mana. Mana bu sazanlar yog'limi yo'qsimi keyin? O'rta ozgina yog'i bor, lekin ko'ziz chiroyli baliq ekan. Qayerga kerak bu? Vodiydan gap bo'ldi. Qancha narxi? Narxi qancha? 35 ming akalar mana. Sazan baliq olaman akalarimiz, zo'rini olaman deganlar Chinoz baliqga kelaveringlar. Bugun katta partiya. Oho, hovuzda to'la. Bugun xudo barakali kun. Charchamanglar, sog' bo'linglar, savdolarni bersa kuninglar xayrli bo'lsin. Charchamang keling. Kelar Afrika laqasi keldik. Afrika so'mi, Afrika laqasi katta partiyada mana. Bular 3 kilo 4 kilo atrofida. Bo'lacha shotdi. Aka bugungi narx qancha bo'ldi Afrika laqasining narxi? Assalomu alaykum, hurmatli mana. Okalar, baliqchibozlar uchun mana maxsus narxni aytamiz. 17 ming so'm, 2 dan 3,5 kilogacha. 2 dan 3,5 kilogacha 17 ming so'm. Afrika laqasi zo'rlar. Maydasi qanaqa bo'lyapti aka? 1 dan 2 kilogacha 15 ming so'm. 15 ming so'm. Real narx. Kelasiz. Oladigan aka-ukalarimizga ko'proq olsa, yana kami bor-a? Kelishamiz.
katta partiya tonna yo'qda hovuzda to'la ekan. Tonnaga jo'q. Akalar tonna baliq har kun keladi. Davlat aka bilan olma akamizga akalar udarini baliqni Afrika sumini zo'rishni sotadi. Chinoz baliq bozorida qo'yamiz. Olma akamiz. Akalar Afrika lag'asini bugun kelgan partiyasi. Har kun svej keladi. Har kuni tirik, svesh. Har kun akalarga yaxshi svej baliq keladi. Kelib, aka men keldim, sizlar bo'ldi. Bundan zo'r shashlik chiqadi. Zo'r shart. Udarlar qilsa bo'ladi, tayyorlasa bo'ladi. Charchamay, sog' bo'ling, savdo bersa kuningiz xayrli bo'lsin. Aka, baliq oladiganlar bormi? Sazan balig'ini. Zo'ri keldi mana. Yog'li yoqsiz aka. 10% yog'i bor, sazan balig'i. Nechi kiloli? 2 kilo. 2 tepa bu. Narxi qanaqa bo'lyapti? Akalar 35 ming so'm narxi. Bugungi narxlar 35 mingdan 2 tepa, yog'li 10%. Bu yoq 1,5 mi? Qancha narx aka? 33 ming. Akalar 33 mingdan katta partiya mana. Betaba 500 kilo bor, 400 kilo. 800 kilo gap bo'ldi akalar. Azam baliq oladiganlar bormi? Qiziqqanlar bormi? Qayerlik aka bu? Vodiy Andijon. Vodiydan olib kelishgan akalar, Andijondan kelishgan ekan. Gap bo'lgan aka mana. Baliq yegan akalar bo'lsa, sazan baliq yegan akalar 10% yog'i bilan 1,5 kilolik 33 ming. Bu yoqda esa 2 kilo tepa, yog' 10%. 35 ming kam bor, vaqtida ko'proq oladigan. Ko'proq 1 tonna olaman, 5 olaman deganlarga kelishgan joylari bor. Bu bozor, kelishgan joy to'g'rimi aka? Vaqtida charchamay, sog' bo'ling, savdoingiz bersa kuningiz xayrli bo'lsin. Baliqlar qaranglar akalar, haqiqatan zo'r baliq kelyapti, qaranglar mana. Gap bo'lsin ki. Garbatilar bor ichida, karplari bor ichida. Bular mana 3 kilo tepaman, o'tganingiz hozir, ha? 3,5 kilo tepa ekan. Gap yo'q ekan. Charchamay yana bir bora. Assalomu alaykum, hormaylar aka. Tirik baliq aka mana. Hozir kelib tushdi. Hammasi past olsin, xasargan ekan. 58 ming kilosi. Aka bu 1,5 tepa bular. 2 tepa. Akalar 58 ming kilosi. Xudo xolasa yog'li yoqsiz aka. Yog' 100% yoqsiz. Mana 100% yoqsiz baliq 58 ming kilosi 2 tepa. 58 ming kilosi. Ko'rishlar mumkin. Aka charchamaylar, sog' bo'ling, savdolarni bersin. Mana. Assalomu alaykum, hormaylar. Mana baliq bozorining kirish qismida Nargizapani baliq do'konlariga keldik. Bu yerda katta partiya ta'sirli baliq kelib tushgan. Bular necha kilo Nargizapa? 800 gram, 900 gramlik ta'sirli baliqlar mana. Katta partiyada. Qayerdiki? Yangi yo'l. O'zimiz Yangi yo'lda Repxo'zabo qilgan. Okalar mana katta partiya olaman degan. Mana maktab o'quvchisi ham maktabdan o'qiydi. Ham tadbirkor. Maladi, ham tadbirkor, ham maktab o'quvchisi. Malades. Ana shunaqa tadbirkor bolalar ko'paysin. Mana narxi qanaqa bo'lyapti narxi? 15 ming so'm. To'g'rimi? Okalar, bugungi narximiz 15 ming so'mdan ta'sirli baliqlari bor. Biz qo'shib gapirayotganimiz yo'q. Yoki kelasiz, mana bugungi narx 15 ming. To'g'rimi? Baliq ko'paygan paytda narsa tashirgan narx. Kamayib qolsa o'zi ko'tariladi, 1-2 so'm ko'tariladi. Baliq ko'p bugun Xudo xolasa Chinoz baliq bozorida barakasini bersin, dehqonlar ham foydalansin. Savdogarlar ham foydalan mana. Taroziy o'tirishni maza qilib, charchamaylar, sog' bo'linglar, savdolarni bersa kuninglar xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum. Sazan balig'ini Xudo xolasa yog'li yoqsiz. O'rtacha. Yog'i o'rtachasi. Necha kilolik bular? 1,5 tepa. 1,5 tepa. Qayerdiki? Bumi Oqqo'rg'on. Oqqo'rg'on. O'zimiz Oqqo'rg'on, Toshkent viloyati Oqqo'rg'on. Narx navosi 40 mingdan. 40 ming so'm akalar mana 40 mingdan bugun keltirilgan sazan baliqlari. Bunaqa yo'q, birinchi qo'lmizmi? Birinchi qo'l kirganlarda shunday eshikda oldida turishadi. Gap bo'l 40 mingdan olaverasiz kelib. Charchamaylar, sog' bo'linglar, savdolarni bersin, kuninglar xayrli bo'lsin. Charchamang opa. Bo'la qatasiz.